Oxirgi marta mana shu teleminoriga hech qachon chiqmagan ekanman. 25 yoshimda birinchi marta chiqib ko'rmoqchiman. O'zim maktabda har bitta o'quvchiga bunaqa imkoniyat beriladi. Chiqsang bo'ladi, qarabga hamma sinf yig'ishadi, lekin ana bitta miyanga bo'ladi, bilasizmi? Ana kerak emas bu narsa. Shunda 9-etajga chiqib turib ham ko'rib oladigan joyi-yu. Deydigan brat men bo'laman. 10 ming so'mga chiqib kelishga qo'ldan boy berib, hozir 100 mingga chiqib kelaman. Kirib keluvda men bunaqa har xil telebashda kutib olar ekan sizlarni. Nimagadir Michael Jackson. Nima daxli bor Michael Jackson teleminarimizga? Voy, mamaga-chi. Men maktabda shunaqasi kiyganman. 6da keladigan bo'lsanglar, mana bunaqa quyosh botishini ko'rsanglar bo'ladi. Agar 2x ta olsanglar, oynani kirib tushadi. 1x ta olsanglar, shaharga kirib tushadi. Boring, mana shu bolalarni tarbiyalash uchun orada oyna 1 sekund yo'q qoladi. Qo'shorlarda chiqib tushdim. Nima deya olaman? Shu yoshlikdan beri aql deyman.